To'g'risini aytaman, O'zbekistonda yashab turib, shunday inson haqida ma'lumotim yo'qligidan uyaldim. Andijonga tashrifim davomida o'sha davrda Markaziy Osiyoda chuqur iz qoldirgan sarkarda Qutayba ibn Muslim nomi bilan bog'liq joylarni izlab bordim. U 8-asr boshlarida Umaviylar xalifaligining mashhur qo'mondoni bo'lib, aynan uning yurishlari orqali bugungi yurtimiz hududiga islom dini kirib kelgan. 705-715-yillar oralig'ida u Movarounnahrni bosqichma-bosqich egallab, Buxoro, Samarqand kabi shaharlarni o'z tasarrufiga o'tkazadi. Aynan shu davrda masjidlar qurila boshlaydi. Bizning yurtimizga arab yozuvi va ilm kirib keladi. Qutayba ibn Muslim bu yerlarga kelib, faqat yer yokida shaharlarni emas, balki bir butun tarix yo'nalishini o'zgartirib yuborgan. Va eng muhimi, shu zamin keyinchalik oddiy emas, buyuk insonlarni yetishtirdi. Imom al-Buxoriy, Imom Termiziy kabi buyuk allomalarimiz aynan shu yerlarda dunyoga kelishdi. Bir insonning kelishi bu yerlarni tubdan o'zgartirib yubordi. Bu yerlar esa dunyoni o'zgartiradigan allomalarni yetishtirib chiqardi. Bunaqa tarixiy ma'lumotlarni nafaqat o'zimiz, balki farzandlarimiz ham bilishi zarur deb hisobladim.